Shaftoli shirin nokmayin, birga bo'ldi ta'mga tayin, qaynab murabbo bo'ldi. Har qoshiqda mehrga to'ldi deb bugungi shaftoli bilan nokdan mazali ajoyib murabbo tayyorlaymiz. Mevalarimizni yuvib tozalab, xohishga ko'ra to'g'rab olamiz. Birga bir shakar solib, bir piyola suv solib 15 minut qaynatib olamiz. 15 minutdan keyin sovutib, yana 15 minut qaynatib, bankalarimizga chiroyli qilib joylab olamiz. Ishoninglar, mazasi juda ham zo'r chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Menga obuna bo'lib, yurakchani qizartirib ketish esingizdan chiqmasin. Aytgancha bu videoni murabboxo'rlarga jo'natib qo'yamiz. Ertalabdan tongni bolajonlarim uchun mazali nonushta tayyorlashdan boshladim. Ularni mazza qilib nonushta qilishligi meni bor charchoqlarimni chiqaradi. Idishimizga 4 dona tuxumni chaqib, sut bilan tuz solib yaxshilab atalab olamiz. Alohida idishimizga to'g'ralgan pomidor, kolbasa, ko'kat, mayonez solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor tosterli nonlarimizni sutli aralashmamizga botirib, listimizga terib olamiz. Ustiga kolbasali nachinkani qo'yib, har bittasini ustiga eriydigan sirdan qo'yib chiqamiz. Tayyor bo'lgandan so'ng duxovkaga 15 daqiqaga qo'yib olamiz. Qarabsizki, 15 minutdan so'ng mazali nonushtamiz tayyor bo'ladi. Men uchun kunni oilam bilan bir dasturxon atrofida boshlash eng katta baxt. Mehr bilan tayyorlangan nonushta esa kun davomida bolajonlarim uchun iliqlik va yaxshi kayfiyat ulashadi. Siz ham albatta shu nonushtadan bolajonlaringiz uchun tayyorlab bering. Men uchun esa yurakchani qizartirib bosib keting.